Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Dekir Minecraft va xush kelibsiz mening yangi videomga. Bugungi videoda men Bedwars o'ynamoqchiman, ya'ni Blockcraft serverida Bedwars o'ynamoqchi edim. Xo'p do'stlar, siz ham men bilan birga shu Blockcraft serverida Bedwars o'ynashni xohlasangiz, bu videodagi 30 ta layking va men Blockcraft serveriga kirishni o'rgataman. Xo'sh, mana Bedwarsni ham boshlab oldik. Xo'sh, qani. Men bu o'yinda unchalik ham yaxshi emasman, ammo normalniy jang qila olaman. Xo'sh, ozgina blok olib olamiz. Qani. Tepada do'stlar kravat bor, mana ko'rishingiz mumkin. Men kravatni himoya qilib o'tirmayman. To'g'ridan-to'g'ri jangga qarab ketamiz. Xo'sh, bizga ko'klarning orolchasi kerak. Qani shu tarafga blok qo'yib ketamiz. Xo'sh, mana menga blok yetmaydi do'stlar, yana ozgina blok olib ketsak bo'ladi. Xo'sh, qani bola qol, ishlay qolsin-ku. Ozgina blok olamiz. Shu yetib qoladi. Bu yoqqa o'tamiz. Tenti va olma olamiz do'stlar. Bu tarafga o'tib qilich sotib olsak bo'ldi. Bu yerga blok, tenti va olma. Xo'sh, qani olma do'stlar. Hozir biz bu ko'kning pachog'ini chiqarib tashlaymiz. Xo'sh, uning orolchasini qidiramiz do'stlar. Yo'q, bu emas. Xo'sh, buchi? Yo'q. Bu ko'kning oroli katta. Bunisi ham emas. Yo'q va nihoyat uning orolini ham topib oldim do'stlar. Xo'sh, qani olg'a unda. Shunday qilib ketaveramiz do'stlar. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Sababi men shu oy 1000 ta bo'lishim kerak do'stlar. Tezroq 1000 ta bo'lsak, jonli efir ham qila olardik. Xo'p, mayli. Qani yaxshi. Bu tarafga u chalg'ib turganidan foydalanib tezroq tepaga chiqishimiz kerak. U do'kondan narsalar xarid qilyapti. Men tepaga uning kravatini buzdim. Yaxshi do'stlar. Xo'sh, endi uning o'zini ham gumdon qilib yuborishimiz kerak bo'ladi. Qani do'stlar, va men uni yutdim. Men yutdim do'stlar. G'alaba, ajoyib. Men yaqqol g'alaba qozondim. Xo'p, mayli do'stlar, mana ko'rganingizdek bu yerda boshqa o'yinlar ham bor do'stlar. Juda ham ko'p rejimlar bor. Voy, yana bitta Bedwars tashlaymiz. Qani suvga tushsak, o'yin boshlanishi kerak edi. Va mana men qizil tanlayman. Har doim do'stlar men qizil rangda bo'lganman. Abu virus. Xo'p, mayli. U do'stim ham chaqiryapti Bedwarsga. Birgalikda mazza qilib hozir Bedwars o'yinini o'ynasak ham bo'ladi. Xo'sh, qani videoni biroz to'xtatib turaman. Xo'p do'stlar, mana boshlandi Bedwarsimiz. Xo'sh, qani. Tezroq. Men ozgina blok olib olsam yetadi. Va iltimos, nimaga yonimda bo'lmaydi shu? La'natda.
Xo'p, mayli, ozgina qurib boramiz bu tarafga. Qani do'stlar, bu o'zbek server albatta. Yana bitta o'zbek server do'stlar sizlar uchun. Men har doim sizlar deb o'ylagan holda shunaqangi o'zbek serverlarda video olaman. 30 ta like va men bu serverga ham kirishni o'rgatishim mumkin sizlarga. Xo'sh, qani qancha temir yetmadi? Yetish kerak. La'nati kirmayapti. Bloklarni olib olamiz. Bitta temir qilich. Yana bitta blok. Va TNT olib olish kerak. Har doim TNT olaman, lekin ishlatmayman. Nimaga hayronman? Bu safar ishlataman degan umiddaman. Qani la'nati blok g'oyib bo'lib qoldi do'stlar. Mayli, hech qisi yo'q. Mening kravatim buzilmagan, shuning uchun ham shu yerda paydo bo'laman ba'zanda. Ozgina blok olamiz. Chiqamiz va bitta qilich va TNT. Va yana bitta blok olib olsak yetadi degan umiddaman. Bu safar albatta kravatini buzib oranjini yo'q qilaman degan umiddaman. Xo'sh, kanallar do'stlar. Bu yaramasdi. Kravatini buzishga TNTni qo'yamiz. Portla. Yaxshi. Kravatni buzamiz do'stlar. Va po'pa qilishga olg'a. Qani u? Qani kel. Uni o'ldirsak barchasi tugaydi do'stlar. La'nat, u meni o'ldirib qo'ydi, hech qisi yo'q, ammo men uning kravatini buzdim. Demak, endi menda imkoniyat bor. Qani tezroq, tezkor hujum. La'nat, yana bitta kerak menga. Oltin tashlanglar va nihoyat, la'nati. Oltin yetmadi. Yo, bizga qilish kerak. Xo'sh. Ana endi oltin yetishi kerak. Bitta oltin olib olamiz do'stlar va to'g'ridan to'g'ri hujumga. Uni o'ldirsak bas do'stlar, boshqa hech narsa kutilmayapti bizdan, faqat o'lim. Qani bu yoqqa kel, yaramas. Qani va la'nati o'la qol. U ham oltin olmay yeganmi nima balo? La'nati, yana o'lib qoldim. Mayli, unga tez zarba berib tursam, albatta o'ldirishim mumkin. Qani tezroq. Xo'sh, oltin. U kelishim qolishi mumkin, meni kravatim buzish uchun. Shuning uchun ham tezroq bo'lish kerak. Qani u? To'g'ridan to'g'ri unga hujumga o'tamiz do'stlar. Go. Nima? Bitta bunaqangi blok yo'q edi-da. Sezdim seni shu yerdaligingni. Qochish kerak. La'nati, jonim oz qoldi shunchalik. La'nati, nimaga o'lib qolyapman? Uni o'ldirmasam bo'lmaydi do'stlar, axir. La'nati, u bu yerga kelyapti. Bitta qilich. Shu ham ishlamay qoladi.
o'zimga ozgina blok olaman, qochaman bu yerdan do'stlar. Sababi u mening kravatimni buzadi hozir. Ana, mening kravatim ham buzildi. Yo'q. Faqat bu emas. Tezroq qochish kerak. Imkoni boricha tezroq qochish kerak. La'nat, nimaga bu yerda ozgina narsa bor a? U kelyapti do'stlar. Do'stlar, afsuski bu safar men mag'lub bo'lganga o'xshayman. U borgan sari menga yaqinlashib kelyapti. Qani? Bu yerga kelamiz. La'nati, afsuski tushib ketdim. Mayli, hech qisi yo'q do'stlar. Mag'lubiyatga uchrab qoldik. Boya g'alaba edi, hozir esa mag'lubiyat. Xo'p, mayli. Yana bir bor harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Lekin nimagadir yo'q, mana o'yinni boshlasak ham bo'ladi do'stlar. Ammo men videoni shu yerda to'xtatishga majburman do'stlar. Barchaga xayr. Bu serverda men bilan birgalikda Bedwars o'ynashni xohlasangiz, albatta videoga like bosib qo'ying. 30 likdan so'ng men bu serverga kirishni o'rgataman. Hammaga xayr.